Bismillah, alhamdulillah, va salatu vassalamu ala rasulillah, thumma ba'd. Savol: Islom dinida qo'g'irchoq o'ynashlik joizmi? Ba'zilardan shu narsa haqida eshitdim debdilar. Avvalambor, bu yerda bir necha masala bor. Birinchi masala, Islom dinida uyga jonibor narsalarni suratini yoki mana shu shakldagi bo'lgan o'yinchoqlarni olib kirishlik shariatda joiz emas. Bu haqida ochiq qaytaruvlar bor. Bu uyga farishta kirmasligi haqida va boshqa shunga o'xshagan shu ma'noga yaqin bo'lgan hadislar sahih hadislarda kelgan. Shuning uchun jonibor bo'lgan narsalarni suratlarini, rasmlarini va o'yinchoqlarini olib kirishlik joiz emas. Endi yosh bolalarga qo'g'irchoq o'ynashlik joizmi, joiz emasmi masalasi bu bir xos masalaki. Oysha onamiz radhiyallohu anha ba'zi rivoyatlarda bir qo'g'irchoq o'ynaganligi rivoyati keladi. Lekin bu hadisni sharhlarda aytishadiki, ulamolar, avvalambor mana bu qo'g'irchoq bizi bugungi kundagi Ibn Saymiy rahimahulloh o'zini Zadul Mustaqni kitoblarida aytadilarki, bizi bugungi kundagi o'yinchoqlar kabi o'yinchoq bo'lmagan. Ya'ni bu rasm xuddi tirik jonzotga o'xshagan, buni ko'zi bor, burni bor, og'zi bor, kerak bo'lsa ba'zi o'rinda gapiradigan ham qo'g'irchoq bo'lmagan, balki bu bir yog'ochga o'xshagan oddiy bir narsa bo'lganki, bir matodan yoki yog'ochdan qilingan oddiy bir narsa bo'lgan. Mana shuni o'zi qo'g'irchoq degan narsa bilan o'zlari shu qo'g'irchoq degan tasavvur bilan o'ynashgan. Lekin bugungi kundagi mana bu ko'zi bor, burni bor, jismi bor, boshi bor bo'lgan qo'g'irchoqlar bu nima hadisda kelgan rasmlar, suralar va jonibor narsalarni uyga olib kirishlik hukmiga kiradi. Shuning uchun yosh bolalarga yoki joni bo'lmagan qo'g'irchoqlar o'ynashlik, ya'ni bu hayvonlar yoki bir odamzodni, ya'ni aslida joni bo'lgan narsani qo'g'irchoq emas, balki joni bo'lmagan narsani o'yinchoqlarni o'ynashlik yoki bo'lmasam buni yuzi, boshi va umumiy ravishda tirik jonzotni ko'rinishi bo'lmagan oddiy shu Oysha onamizni qo'g'irchog'iga o'xshagan oddiy narsani qo'liga ushlatib qo'yganda, mana bu seni qo'g'irchog'ing degan maqsadda o'ynashgan. Shuning uchun mana bu ko'zi bor, qo'li bor qo'g'irchoqlar shariatda uyga olib kirishligi joiz emas. Bu uylarga farishtalar kirmaydi. Yoki bo'lmasam agar qo'g'irchoq olinib bo'lgan bo'lsa, buni boshini uzib tashlashlik kerak bo'ladi. Ya'ni buni yoki boshini uzib tashlashlik kerak yoki yuzini kuydirib, qaytmaydigan ko'rinishda yuzini kuydirib, buni tirik jonzotga o'xshatmaydigan darajada qilib qo'yishlik kerak. Allohu a'lam.